17 qism. Biz ana shu tarzda 3 yil muhabbatlashdik. Menmi, omo bir-birimizni bekli yaxshi ko'ratdik. Biz boshqa bolalardek muhabbatlashibla hammani unutib qolmadik. U meni bekli hurmatlaydi. Mening izzat hurmatimga tegadigan ishlarni azaldan qilib baxmagan. Meni yomon ko'rsatib, keynimdan har nimalarni degan kishilarga parvo qilmay meni qadrlab, ko'nglimga qilchilik azor bermagan edi. Biz mo'shundaq yurib oliy maktabni bitirdik. Biz o'qish bitirib kelgan yili imtihon berdik. Imtihondan Farhod o'tdi. U hozir 4-o'rta maktabda fizika o'qituvchisi bo'lib ishlayotdi. Ammo men imtihondan o'tolmadim. Balkim bu ayni yillar o'qishga ulsaldigan damlarda o'ynab yurganimning jazosidir. Men bundaq bo'larini o'ylamagan edim. Ko'nglim yerim, kayfiyatim to'liq nachar edi. Gerçi Farhod vaqtdan vaqt chiqarib menga ko'ngil bo'lib turgan bo'lsa-mu, ammo menga yanala uning kuyunishlari yetarli bo'lmayotgandek tuyuladi. Bo'libmi men Farhodni to'liq o'rta maktabdan boshlab yaxshi ko'rib kelayotgan Dilmiraning shu maktabda ekanligini bilgandan keyin ichimni qurtatgandek aramsizlandim. Ko'nglimda Farhodni uning bilan tepishib olgandek, meni tashlab etadigandak tuyg'ular hukm suratdi. Uning ustiga Farhodning darsim ko'p, aldirash degandek sabablar bilan men bilan ko'rishmaganlarning hammasini Dilmira bilan munosabatga his qilatdim. Shunchalik azoblandim. Bargan sari o'zimni tuvan ko'rishga boshladim. Uning menga xizmat tepib ishlash degandek gaplarni qilishi bu xil tuyg'uni texmi kuchaytirdi. Bu shundoq nurg'un kunlarda hammam sizning gapingizni qilib bizning uyga keldi. Dastlab ishkilandim. Hammam shu gapni qilib kelgan kuni men atigandan kashkichi bo'lgan orliqda telefon qilib Farhod bilan zadil aloqalashamadim. Aslida ko'nglimda shunday gumoniy tuyg'ular kuchli bo'lg'ashqa uningdan texmo umidsizlandim. Hamda uning menga shunday yo'g'onchilik qilganligiga o'zimni bir ko'rsatib qo'yishni o'ylab, ko'zimni yumib siz bilan to'y qilishni qaror qildim. Uydagilarmi necha vaqtdan mening o'zim qiynab kelganimga amal qilmay turg'ashqa, ularmi mening bu qarorimga ortiqcha bir narsa demadi. To'ydan ilgari Farhod meni izladi, lekin men uningdan qattiq og'rinib qolg'ashqa, uning so'zini qat'iy anglamadim. Shuning bilan bizning to'yimiz xuddi tush ko'rgandekla shuncha tez bo'lib ketdi. Bu uyga kelib men o'zimni to'g'ri qilgandek his qilib qoldim. Chunki bu katta uydan mening shuhratparazligimning do'risi tepiladi. Ham Farhodga o'zimni ko'rsatib qo'yish maqsadiga tamoman yetgan edi. Ammo Sohiraning ko'z oldimda paydo bo'lishi meni bearam qildi. Uning har qancha yaxshi muomala qilmadi. Mening nazarimda o'gay onalarning o'gay bolalarni xo'rlishi, ularga azor berish to'g'ri edi. Chunki ular degan xalqning bolasi. Har qancha qilsa-mu baribir o'gayda. Ayni vaqtda mushundaq o'ylagan xiyollarimga ming la'nat. Mening Farhodga ishonmaganligimning o'zida bir xatolik. Bu uydan otlishimning o'zida bir xatolik. Shuncha cho'ntirib kichikina bolani qaqshatganligim texmo ig'ir bir xatolik edi. Mening bosh-boshdoq mijozim, gumonxo'rliqim, rohatparastligim mana hozirgidek o'rnini to'ldirib olg'isiz oqibatlarni paydo qildi. Meni bu qiling Ahmad. Bilaman, siz oqko'ngil odam. Oqko'ngil odamlar hamon yaxshilikqa yaqin keladi. Sohiraning qayerdaligini bilmayman, ammo menga Sohira yaxshi turayotgandek, hamon qishingizga qaytib keladigandek tuyuladi. U cho'qim qaytib keladi, lekin meni xatoliqim ig'ir. Men faqat o'lim orqali hammalardan kechirim so'rash qaroriga keldim. Faqat mushu yo'lda meni bir oz taskin topqizdi. Meni kechirim. Dadam apamlardan kechirim so'rayman. Farhoddan kechirim so'rayman.
onunğa yüzsüzlük qildim. Oma meni unutib, yangi turmushni boshlasin. Xohlasangiz, mening bu so'rg'anligimni yetkazib qo'ying. Bo'lmasa mayli. Sizni majburlamayman. Xo'sh, alvida. Aman bo'ling. Sizdan yana bir qatim kechirim so'rab. Gulnoziyadir. Ahmet Efendi, gerçi hazır Gulnoziyaga tish tirnog'igacha o'ch bo'lib ketgan bo'lsa-mu, ammo u bu xatni ko'rgandan keyin yanala ko'ngli bir qismi bo'lib qoldi. Qanday bo'lmasin, uning bilan birer yildak bir yostiqqa bosh qo'yishgan emasmi? Qanday qilish kerak? Qanday bo'lmasin, u o'z qilmishlariga pushaymon qilibdi. Uni gerçi kechirolmasimi, ammo mushu vaqtning o'zida jonni qutqizish hammadan muhim. U nega berishni, nima qilarini bilmay bir hazla turib qoldi. U nega berish mumkin? Balkim u xitida tilga olgan Hilqi Farhod degan yigit bilishi mumkin. Darhol uni izlab tepish kerak. Ha rost. Hatta uni 4-o'rta maktabda debdikan. Ahmet Efendi shundoq deginicha 4-o'rta maktabga bordi. Ammo bu vaqtda o'qituvchilar allaqachon ishdan tushib ketgan edi. Ahmet Efendi dujurni o'qituvchilardan surishtirib Farhodning nomerini topdi. Ondan uninga telefon qildi. "Teshikmi, siz Farhod bo'lasiz?" "Ha, teshikmi? Ha, men Farhod. Siz kim?" Mening ismim Ahmet. Gulnoziyaning ish to'g'riliq siz bilan ko'rishmoqchi edim. Men hozir maktabingizning oldida. Sizni saqlayapman. Ha, Gulnoziyaning ishi bilan? Shundoq. Hozir sizga ortiq tushuntirgidek vaqtim yo'q. U hozir o'lim yo'lini tanlabdi. Uni topmasak bo'lmaydi. Shuna siz bilan jiddiy ko'rishmoqchiman. Nima? O'lim yo'lini? Bu qanday gap? Men texi uyga qaytmagan. Hozir ishxonamda bor. Sal turib turing, men hozirlik chiqaman. Farhod bu vaqtda ishxonasida topshiriq tekshirib o'tirgan edi. Ahmet Efendining telefonini qo'yibla yugurib maktab oldiga chiqdi. Ular tezlikda Ahmet Efendining mashinasiga chiqishdi. Ahmet Efendi Farhodga Gulnoziyaning xatini tutqizdi. Farhod ortiqcha gap so'rab yurmayla xatga tez-tez ko'z yugurtdi. Xatning oxirini o'qiyotganda bo'lsa, uning ko'zlari namlashib, xatlarni endi ko'ra olmay qoldi. Lekin hozir yig'lab urib o'tiradigan chaq emas edi. Ahmet Efendi Gulnoziyani balkim u burun Farhod bilan doim ko'rishadigan joylarda bo'lishi mumkin deb o'ylab, Farhoddan uning berish mumkinchiligi bor bo'lgan joylarni so'rdi. Farhod Ahmet Efendiga bilinib izlash talabini o'tirg'a qo'ydi. Gulnoziyani kim topsa qarshi tarafga xabar qilishni aytib xo'shlashdi. Demisimi Gulnoziyaga nisbatan ilgir-keyinlik tartibi bor bo'lgan bu ikki erning uni birga izlab yurishimi afsus edi. Ular ikkiga bo'linib izlashga kirishib ketdi. Farhod Gulnoziyani o'zi burun doim uning bilan ko'rishib, mungdishib turadigan bog'chaga, xilvat ko'l bo'ylariga, qahvaxona degandek joylarga berib izladi. Ammo Gulnoziya turmoq uning soyisimi ko'rinmaydi. Ahmet Efendimi Gulnoziyaning uyiga, ojisi Nojiyaning uyiga, hatto uning opisi Gulnurxon turgan doktorxonaga qadar berib, uning izdirigini qildi. Hozir Nojiya qo'shilib Gulnoziyani izlab yurishadi. Ular Gulnoziya o'zini g'arq qilib o'tgan daryo bo'yiga qadar bordi, ammo uni hech yerdan topolmadi. Topolmagan sari ularning ansirishi kuchib ketib boradi. Ular bekli ansirashdi. Bo'libmi Farhod o'zini ko'p ayblab ketdi. Ayni vaqtda Gulnoziyaga yetarli ko'ngil bilinmaganligidan o'kindi. Agar men shu chog'da uning ko'nglini ko'tara olgan bo'lsam, uningga ishonch, bexatarlik tuyg'usi ato qila olgan bo'lsam, u to'y qilish orqali o'zini aldamagan bo'ladi. Bugungi kunda bunday fojialarmi yuz bermagan bo'ladi. Hammasiga men sababchi deb o'ylaydi. Hamda agar Gulnoziyani topayli qolsa, uningga yaxshi qaraydiganligi, uning holidan menga yaxshi xabar oladiganligi to'g'risida o'z-o'ziga qattiq va'da berdi. Nojiyami o'ylayotdi. Men singlimga yaxshi qarayapman. Uni kechirgan turuqliq yanala uni yolg'iz tashlab qo'yibdiman.
Agar uning o'nmig'iniga qo'ymay uyimga elib ketgan bo'lsamchi, mush ishlarmi yo'q edi. Jinim sog'lim. Hargiz ahmoqlik qilib qo'ymag'in. Bizni bunda hasratga qo'ymag'in deb nola qiladi. Ammo Ahmad apandining xiyollari murakkab edi. U faqat hozir Gulnoziyani sog'-salomat ko'rishni umid qiladi. Bular mushundoq Gulnoziyani izlab yurgan daqiqalarda Gulnoziya doktorxonaning kasal karavotida yotadi. Gulnoziya daryoga kirib ketayotgan shu vaqtda hayqi kundagi Murod ismlik qalbi qon oshiq yigit, ya'ni Murod kundalik odati bo'yicha daryo bo'yiga kelgan edi. U tuyuqsizla daryoning o'tirsida to'pdek bir narsaning turganligini ko'rdi. Sinchilab qarab edi, u to'p bo'lmasdan balki bir ayolning beshi bo'lib chiqdi. Buni ko'rib Murodning xiyoliga daryoga yam bo'lib ketgan ma'shuqi Shamshunur keldi. Ortiq xiyol qilib o'tirishning hojati qolmagan edi. U tezlikda daryoga tushib, ayolning beshi ko'ringan yoqqa qarab uzdi. U ayolni sutib chiqqanda, ayol butunlay hushsiz edi. U ayolning qursog'iga to'shib qolgan sularni bir amallarni qilib chiqarib, ondan uni ko'tarib yo'l bo'yiga chiqdi-da, mashina to'sib uni doktorxonaga elib keldi. Gulnoziya shundoq qilib omon eson qoldi. Murod hushsiz yotgan Gulnoziyaga qarab o'ltirib, Gulnoziyaning beshiga og'ir azob kelgan bir ayol ekanligini faraz qildi. Tuyuqsiz uning xiyollari ma'shuqi Shamshunurga ketdi. Shamshunur Murod bilan bir mahallik edi. U chiroyli, kapsiz qiz edi. U tehi og'ir besiq, yuvosh Murodni bo'zaq qilib qo'yadi. Uning qizlarga gap qilganda qizirib ketishlarini masxara qilib, uni bizning mahallaning tongsangi deb teriktirib o'ynaydi. Murod dal ana ashundoq kapsiz Shamshunurni o'zimi bilmayla yaxshi ko'rib qoldi. Shuningdan keyin Shamshunurni ko'rsa, teximi qizdirdigan, tamtiraydigan bo'lib qoldi. Ammo Shamshunur Murodning bu xayolidan bexabar edi. Murod xeyli bir mezgillargacha ikkilanib uningga o'z ko'nglini izhor qilmay yurdi. Ammo u yaqindan beri Shamshunurni agib ketolmayotgan Qaharni bayqab qoldi. Qahar Murodga o'xshamaydi. U Muroddak qizlarni ko'rsa qizdirib totirib o'ltirmaydi. Gapni g'och-g'och deb bir taraf qiladi. Murod Qaharning Shamshunurga yaqinchilik qilib yurganligidan bearam bo'lib, oxiri noiti tasdiqda qizga ko'nglini izhor qildi. Lekin qiz uning talabini qabul qilmadi. Buninglik bilan Murodni to'xtab qolmadi. Lekin Qahar Shamshunurning og'zidan kirib, bo'rindan chiqib, uni o'ziga qartib oldi. Murodning ichi ochiq alamga to'ldi. Ammo yanala Shamshunurga bo'lgan ko'ngli o'zgarmadi. U sabrchanlik bilan o'ziga kutilmagan fursatlarning kelib qolishini kutdi. Ammo bunday fursatlar texi kelmay turibla, orliqdan yarim yilcha o'tgan bir kuni Shamshunurning o'lim xabari mahallaga tarqalib ketdi. Shamshunur o'zini daryoga tashlab o'tdimish. Uning qursog'ida bolasi bormish. Murodga butun olam pirqiravotgandek to'ylab ketdi. O'zini behli ko'p ayblab ketdi. Dadil bo'lolmaganligiga, azmilik qilib qizning ko'nglini ololmaganligiga achchig'i keldi. Uni ashundoq nomard xumsiga tashlab berganiga o'ziga o'shligi keldi. Lekin mayli u o'zini qanchalik ayblamasin, bular ish allaburun bo'lib bo'lgan edi. Ya'ni uning ma'shuqi Shamshunur bu dunyodan adojuda bo'lgan edi. Murod mush ishlarning iskanchisidan texi to'liq qutulib bo'lmay turibla, bu ishlarga yo'liqqan edi. Taqdirning chaqchiqi nomliq ko'p qismliq ovozliq asarning 17-qismini anglatdik. Avtori Zaynabgul Abdurahim.